Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ularning farzandlari va pensiya masalasiga befarq bo'lmagan barcha tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni ochib beraman. Pensiya indeksatsiyasi. Pensionerlarga qayta hisob-kitob qilingan pullar to'lanishi, ayrim holatlarda esa odamlar menga ham pul qaytadimi yoki yo'qmi degan savol bilan sarson bo'layotgani haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlarga, balki ota-onasi, buvisi, bobosi pensiya olayotgan har bir oilaga tegishli. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Pensiya qachon oshadi? Qachon qayta hisoblanadi? Qachon haqiqatan ham qo'shimcha pul chiqadi? Qachon esa odamlarni noto'g'ri xabarlar bilan chalg'itishadi? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta mayda hujjat yoki bitta ariza odamga bir necha oy, ba'zan bir necha yil uchun pul qaytishga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men pensionerlar huquqlarini oddiy tilda, aniq misollar bilan tushuntirib boraman. Avvalo, bir narsani aniq ajratib olaylik. Pensiya indeksatsiyasi deganda hamma bir xil narsani tushunmaydi. Ko'pchilik pensiya oshdi degan xabarni eshitadi va darrov demak menga ham oldingi oylar uchun pul qaytariladi deb o'ylaydi. Lekin amalda indeksatsiya, qayta hisob-kitob, kam to'langan summani undirish, hujjat asosida pensiyani oshirish, bularning har biri alohida tushuncha. Oldin pensionerlarning asosiy muammosi shundan iborat ediki, pensiya tayinlanayotganda ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar, arxiv ma'lumotlari to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin edi. Masalan, odam 35 yil ishlagan, lekin hujjatda imtaksil tasdiqlangan. Yoki 1990-yillardagi ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma topilmagan. Yoki ayol kishi bola parvarishi davrini stajga kiritish mumkinligini bilmagan. Natijada pensiya kamroq chiqadi. Odam esa davlat shuncha belgilan ekan deb yuraveradi. Hozir asosiy o'zgarish shundaki, elektron bazalar kengaymoqda, arxivlar bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda, ayrim tashkilotlarda ma'lumotlar avtomatik olinmoqda. Shu bilan birga pensionerning o'zi ham hujjat topshirib, pensiyani qayta hisoblatish huquqiga ega. Demak, agar avval pensiya noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumot asosida hisoblangan bo'lsa, keyinchalik hujjatlar topilsa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Ba'zi holatlarda oldingi davr uchun farq ham to'lanadi. Lekin mana shu joyda eng katta chalkashlik boshlanadi. Internetda barcha pensionerlarga pul qaytarilmoqda. Hamma 3 milliondan oladi. Indeksatsiya aldov bo'lib chiqdi. Ariza yozsangiz darrov pul beriladi kabi xabarlar yuradi. Men ochiq aytaman, bunday umumiy gaplarga ishonmang. Har bir pensionerning holati alohida ko'riladi. Kimdadir haqiqatan ham qo'shimcha pul chiqadi. Kimdadir faqat kelgusi oydan pensiya oshadi. Kimdadir esa umuman o'zgarish bo'lmaydi. Endi men sizga eng muhim savolga javob beraman. Kimlar albatta pensiyasini tekshirtirish kerak? Birinchi toifa. Pensiyaga chiqqanda hamma ish staji hisobga olinmagan odamlar. Masalan, siz 1978 yildan 2010 yilgacha turli joylarda ishlagansiz. Pensiyaga chiqqaningizda faqat mehnat daftarchangizdagi asosiy yozuvlar olingan. Lekin ayrim yillar arxivdan tasdiqlanmagan. Keyin siz yoki farzandlaringiz eski korxona hujjatini, buyruq nusxasini, ish haqi ma'lumotnomasini topdingiz. Mana shunday holatda pensiyani qayta hisoblash mumkin. Misol keltiraman. Anvar aka 2012 yilda pensiyaga chiqqan. U 36 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin pensiya jamg'armasi faqat 31 yilni hisobga olgan. Sababi 1992-1996 yillarda ishlagan zavod tugatilgan. Arxiv hujjati o'sha payt topilmagan. 2024 yilda farzandi tuman arxividan ma'lumotnoma olib keladi. Natijada 5 yil staj qo'shiladi. Bu pensiyani qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Agar hisob-kitobdan keyin Anvar akaning pensiyasi masalan 20 million 950 ming so'mdan 2 million 180 ming so'mga oshsa, farq 2-3 ming so'm bo'ladi. Qaysi davrdan boshlab to'lanishi esa hujjat topshirilgan sana, qonundagi muddatlar va organ qaroriga bog'liq bo'ladi. Har doim ham 2015 yildan beri to'liq qaytariladi deb o'ylash noto'g'ri. Ikkinchi toifa, ish haqi bo'yicha foydaliroq davrni kiritmaganlar. Pensiya miqdoriga faqat staj emas, ish haqi ham ta'sir qiladi. Ba'zan odam pensiyaga chiqqanda eng yaxshi maosh olgan yillari tasdiqlanmaydi. Keyin arxivdan yoki sobiq ish joyidan oylik maoshlar bo'yicha ma'lumotnoma olinadi. Agar u ma'lumot pensiya hisob-kitobida foydaliroq bo'lsa, pensiya oshishi mumkin. Masalan, Dilbar opa 2005 yilgacha maktabda ishlagan, keyin boshqa joyda pastroq oylik bilan ishlagan. Pensiya tayinlanganda ish haqi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich past chiqqan. Keyin ma'lum bo'ldiki,
U 1998-2003 yillarda ustama va qo'shimchalar bilan ancha yaxshi maosh olgan. Agar shu davr hujjatlar bilan tasdiqlansa, pensiya qayta ko'rilishi mumkin. Bu yerda muhim nuqta men ko'p olganman degan og'zaki gap yetmaydi. Albatta, ma'lumotnoma, arx hujjati yoki tegishli elektron ma'lumot bo'lishi kerak. Imtiyozli pensiya yoki maxsus stajga ega bo'lishi mumkin bo'lganlar. Ayrim kasblarda ishlagan davrlar alohida tartibda hisoblanishi mumkin. Masalan, zararli sharoitda ishlaganlar ayrim tibbiyot, ta'lim, sanoat, konchilik, transport sohalarida bo'lganlar. Lekin bu masalada juda ehtiyot bo'lish kerak. Har bir qiyin ish imtiyozli staj degani emas. Imtiyozli staj uchun lavozimnoma, ish joyi, mehnat sharoiti ro'yxatga kiritilganligi va tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Masalan, Baxtiyor aka zavodda 12 yil ishlagan. Men zararli sexda ishlaganman deydi. Ammo mehnat daftarchasida oddiy ishchi deb yozilgan, sex nomi ko'rsatilmagan. Bunday holatda arxivdan buyruqlar, lavozim jadvali, ish sharoiti bo'yicha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Agar hujjat topilsa, pensiya huquqi yoki miqdoriga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Agar topilmasa, faqat gap bilan pensiya oshmaydi. 4-toifa nogironlik pensiyasi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa olayotganlar. Bu yerda ham indeksatsiya va qayta hisob-kitob masalasi boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotgan oila tarkibi o'zgarsa, farzand 10 yoshga to'lsa, o'qishni davom ettirsa yoki to'xtatsa, to'lov miqdoriga ta'sir qiladi. Nogironlik guruhi o'zgarsa, pensiya yoki nafaqa ham o'zgaradi. Demak, bunday oilalarda har bir o'zgarish bo'yicha darhol pensiya jamg'armasiga xabar berish kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha staj va maosh hujjatlari to'liq kiritilgan bo'lsa, sizda qo'shimcha arx hujjatlari yo'q bo'lsa, sizning olatingizda katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir yilga hech bo'lmaganda bir marta pensiya hisobingizni tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki xatolik bo'lishi mumkin. Inson omili bor. Eski ma'lumotlarda nom, familiya, tug'ilgan sana, tashkilot nomi xato yozilgan bo'lishi mumkin. Endi eng nozik joyiga o'tamiz. Pensiya indeksatsiyasi aldovmi yoki yo'qmi? Men buni oddiy tushuntiraman. Indeksatsiya bu davlat tomonidan pensiyalarni ma'lum foizga oshirish. Masalan, rasmiy qaror bilan pensiyalar 10% ga oshirilsa, bu umumiy oshirish hisoblanadi. Bu yerda kimning staji ko'p, kimning hujjati yetishmayapti degan masala ko'rilmaydi. Belgilangan pensiya miqdori yangi foiz asosida oshiriladi. Lekin odamlar nega aldov deb o'ylaydi? Chunki ba'zan yangiliklarda pensiyalar oshdi deyiladi. Odam esa o'z kartasiga qarasa, u kutgan summani ko'rmaydi. Masalan, u 2 million olgan bo'lsa, 20% oshsa 200 ming qo'shilishi kerak deb hisoblaydi. Ammo amalda ayrim ushlanmalar, oldingi qarzdorlik, aliment, bank majburiyati, ortiqcha to'langan pulni qaytarish, ijtimoiy to'lov tarkibi kabi holatlar bo'lishi mumkin. Yoki oshirish sanasi oyning o'rtasidan boshlangan bo'lsa, birinchi oyda to'liq emas, proporsional qo'shilishi mumkin. Shuning uchun kartaga tushgan summa bilan rasmiy hisob-kitob har doim bir xil ko'rinmasligi mumkin. Yana bir tuzoq, Telegram yoki boshqa tarmoqlarda pensiyalarga yashirin kompensatsiya berilyapti. Ariza yozmagan odam olmaydi degan gaplar tarqaladi. Men bunday xabarlarga ishonmaslikni maslahat beraman. Har qanday to'lovning asosi bo'ladi. Prezident farmoni, hukumat qarori, qonun, pensiya jamg'armasi tartibi yoki sud qarori. Agar xabarda aniq hujjat raqami, sana, rasmiy manba bo'lmasa, bu odamlarni chalg'itish bo'lishi mumkin. Yana bir nozik masala, pensiya qayta hisoblanganda har doim ham oldingi yillar uchun katta pul berilmaydi. Ba'zi odamlar shuni tushunmaydi. Masalan, siz 2024 yil iyulda yangi hujjat topdingiz. Pensiya jamg'armasiga avgustda ariza berdingiz. Qayta hisoblash sentabrdan qo'llanishi mumkin yoki qonunda ko'rsatilgan tartibda boshqa sanadan. Bu holat hujjatning mazmuniga va normativ tartibga bog'liq. Agar xatolik pensiya jamg'armasi ayb bilan bo'lgan bo'lsa, bir tartib, agar pensioner hujjatni keyinroq taqdim etgan bo'lsa, boshqa tartib bo'lishi mumkin. Shuning uchun menga 10 yil uchun pul qaytarishsin deyishdan oldin huquqiy asosni ko'rish kerak. Endi familiya, ism, otasining ismi bilan bog'liq muammo haqida gapiray. Ko'p pensionerlarda eski hujjatlarda ism boshqacha yozilgan bo'ladi. Masalan, pasportda Yo'ldosheva yozilgan, mehnat daftarchasida Yo'ldasheva, arxivda Yo'ldasheva. Ba'zan bitta harf sababli hujjat qabul qilinmaydi yoki qo'shimcha tasdiq so'raladi. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, ism, familiya o'zgargani haqida hujjat
arxivdan aniqlashtiruvchi ma'lumot kerak bo'ladi. Agar organ baribir tan olmasa, ayrim holatlarda sud orqali yuridik faktni belgilashga to'g'ri keladi. Yana bir muhim noziklik, ishlayotgan pensionerlar. Ayrim pensionerlar pensiya olayotib ham ishlaydi. Ishlagan davri uchun keyinchalik qayta hisoblash masalasi bo'lishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik ravishda har oy pensiya oshadi degani emas. Qonunchilikdagi amaldagi tartibga qarab ish staji qo'shilishi, sug'urta badallari yoki ijtimoiy soliq ma'lumotlari hisobga olinishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar ham o'zlarining mehnat faoliyati rasmiy yuritilayotganini tekshirish kerak. Agar ish beruvchi sizni rasmiy ishlatmasa, ertaga men ishladim degan gap pensiya hisobida kuchsiz bo'lishi mumkin. Odam pensiyasidan ushlanma bo'layotganini bilmaydi. Masalan, ilgari ortiqcha to'lov bo'lgan yoki ijro hujjati bor yoki bank krediti bo'yicha yechim qo'llangan. Pensioner esa pensiya oshgani rost emas, menga kam tushdi deydi. Aslida pensiya oshgan, lekin ushlanma sabab qo'lga kam tekkan bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun bank ilovasidagi tushumni ko'rish yetmaydi. Pensiya jamg'armasidan hisob-kitob varaqasi yoki tushuntirish olish kerak. Praktik maslahatlar: nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjat yig'ish kerak. Endi eng foydali qismga o'tamiz. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki ota-onangiz pensiya olsa, men tavsiya qiladigan amaliy qadamlar quyidagicha. Birinchi qadam, pensiya hisob-kitobingizni tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Hozir ayrim xizmatlarni Davlat xizmatlari markazi yoki elektron platformalar orqali ham olish mumkin. Siz mening pensiyam qaysi staj va qaysi ish haqi asosida hisoblanganini yozma ko'rinishda tushuntirib bering deb so'rashingiz mumkin. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Yozma javob bo'lsa, keyingi harakat aniq bo'ladi. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Eng avvalo pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, ish haqi ma'lumotnomalari, harbiy xizmat hujjati, ta'lim davri bo'yicha diplom yoki arxiv ma'lumotlari, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ayollarda bola parvarishi davrlari, dekret davri, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari ayrim holatlarda ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Har bir hujjatdan nusxa tayyorlab qo'ying, lekin asl nusxalarni ham olib boring. Uchinchi qadam, arxivlarga murojaat qiling. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman, shahar yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arxivga murojaatda aniq yozing, qaysi tashkilotda, qaysi yillarda, qaysi lavozimda ishlagansiz. Sizga ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma kerak. Masalan, men 1926 yildan 1954 yilgacha falon zavodda tokarlik lavozimida ishlaganman. Pensiyani qayta hisoblash uchun ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish buyruqlari va oylik ish haqi ma'lumotlarini berishingizni so'rayman. Shunday aniq yozilsa, arxiv xodimlariga ham qidirish oson bo'ladi. To'rtinchi qadam, pensiya jamg'armasiga ariza yozing. Arizada hissiyot emas, aniq talab bo'lishi kerak. Menga pulimni qaytaring, meni aldashgan deb yozishdan ko'ra quyidagicha yozgan ma'qul. Taqdim etilayotgan qo'shimcha hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni, hisob-kitob natijasi bo'yicha yozma javob taqdim etishingizni so'rayman. Agar siz ma'lum davr hisobga olinmagan deb hisoblasangiz, 1993 yillardagi ish tajin pensiya hisobiga kiritilmagan deb hisoblayman. Ilovadagi arxiv ma'lumotnomasi asosida qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. 5-qadam, arizangiz ro'yxatdan o'tganini tasdiqlatib oling. Bu juda muhim. Ko'p odam hujjatni topshiradi, lekin qachon topshirganini isbotlay olmaydi. Arizangizga kirim raqami qo'yilgan nusxa oling yoki elektron murojaat yuborsangiz, tasdiq raqamini saqlang. Keyin muddat buzilsa yoki javob kelmasa, sizda dalil bo'ladi. 6-qadam, javobni diqqat bilan o'qing. Agar pensiya oshirilsa, qaysi sanadan, qancha miqdorda, qanday asos bilan oshirilgani ko'rsatilishi kerak. Agar rad etilsa, nega rad etilgani yozilishi kerak. Hujjat yetarli emas. Mazkur davr stajga kirmaydi. Ish haqi ma'lumotlari talabga javob bermaydi kabi sabablar bo'lishi mumkin. Rad javobini olganingizdan keyin hammasi tugadi degani emas. Siz qo'shimcha hujjat olib kelishingiz, yuqori turuvchi organga shikoyat qilishingiz yoki zarur bo'lsa sudga murojaat qilishingiz mumkin. 7-qadam, shubhali yordamchilardan ehtiyot bo'ling. Hozir ayrim odamlar pensionerlarga pul chiqarib beraman, tanishingiz bo'lmasa bo'lmaydi, oldindan pul bering deb aldashi mumkin.
Rasmiy davlat to'lovlari pora yoki vositachi orqali olinmaydi. Hujjatlaringizni begona odamga topshirmang. Bank kartangiz PIN kodini bermang. SMS kodini aytmang. Agar kimdir kompensatsiya chiqdi, kartangiz kodini ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. 8-qadam kartaga tushgan pulni emas, rasmiy hisobni tekshiring. Masalan, pensioner opa 2 million 400 ming so'm pensiya oladi. Indeksatsiyadan keyin 2 million 600 ming bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Lekin kartaga 2 million 500 ming tushdi. U darrov aldashdi deydi. Aslida 1 ming so'm ushlanma bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankdan emas, pensiya jamg'armasidan pensiya miqdori, qo'shimcha to'lov va ushlanmalar bo'yicha izoh oling. 9-qadam farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar arxiv, elektron xizmat, ariza yozish kabi ishlarni bilmaydi yoki sog'lig'i sababli bora olmaydi. Farzandlar, nabiralar hujjatlarni tartibga keltirib, kerak bo'lsa ishonchnoma asosida yordam berishi mumkin. Bitta to'g'ri topilgan arxiv ma'lumotnomasi ota-onangizning pensiyasini urg'ut oshirishi mumkin. Bu faqat bir martalik pul emas, har oy qo'shiladigan barqaror daromad bo'lishi mumkin. 10-qadam. Hujjatlarning nusxasini alohida papkada saqlang. Mehnat daftarchasi, arxiv javoblari, ish haqi ma'lumotnomalari, pensiya jamg'armasining yozma javoblari, bularni yo'qotmang. Bugun kerak bo'lmasa, ertaga qayta hisob kitobda. Meros. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki boshqa ijtimoiy masalada kerak bo'lishi mumkin. Real hayotga yaqin yana bir misol aytaman. Mohira opa 32 yoshda pensiyasi 1 million 750 ming so'm. U butun umr kolxozda, keyin shirkat xo'jaligida ishlagan. Mehnat daftarchasida ayrim yillar yozilmagan. Farzandi arxivga borib, 1993-1998 vaqti yillar uchun mehnat ishtiroki va ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma oldi. Pensiya qayta hisoblangach, pensiya 1 million 760 mingdan 1 million 907 ming so'mga chiqdi. Ya'ni o'yiga 107 ming so'm qo'shildi. Bir qarashda katta summa emasdek tuyuladi. Lekin bir yilga hisoblasak 2 million so'mdan oshadi. Eng muhimi, bu har oy davom etadi. Boshqa misol. Karim aka internetda hamma pensionerlarga 5 million so'm qaytarilmoqda degan xabarni ko'radi. U bank kartasi ma'lumotlarini bir havolaga kiritadi. Natijada kartasidagi pul yechib olinadi. Mana shuning uchun men qayta aytyapman. Rasmiy manba bo'lmagan xabarga ishonmang. Pensiya masalasi bo'yicha faqat pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari rasmiy qonunchilik bazasi yoki yozma javobga tayaning. Yana bir misol. Sobir aka pensiyasi kam deb o'ylaydi. Tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, pensiyasi to'g'ri hisoblangan, lekin undan sud qarori asosida ushlanma bo'lyapti. U buni bilmagan. Bunday holatda pensiya jamg'armasi pensiyani oshira olmaydi. Chunki muammo hisob kitobda emas, ushlanmada. Demak, har bir hisobda sababni ajratish kerak. Pensiya noto'g'ri hisoblanganmi? Hujjat yetishmayaptimi? Indeksatsiya noto'g'ri qo'llanganmi yoki ushlanma bormi? Demak, hurmatli tomoshabinlar, pensiya indeksatsiyasi bilan pensiyani qayta hisoblashni aralashtirib yubormang. Indeksatsiya umumiy oshirish, qayta hisoblash esa sizning stajingiz. Ish haqingiz yoki yangi topilgan hujjatlaringiz asosida bo'ladi. Pensiyalarga pul qaytarilishi mumkin, lekin bu hamma uchun avtomatik emas. Kimda hujjat, asos va qonuniy sabab bo'lsa, o'sha odam o'z haqini talab qilishi kerak. Mening eng asosiy maslahatim, menga baribir hech narsa chiqmaydi deb qo'l siltamang. Lekin hamma pul olarkan degan shov-shuvga ham ishonmang. Hujjatlaringizni tekshiring, rasmiy ariza bering, yozma javob oling. Kerak bo'lsa arxivdan ma'lumotnoma toping. Pensionerning har bir so'mi halol mehnatining natijasi, shuning uchun uni bilib, talab qilib himoya qilish kerak. Agar sizda pensiya oshgani, qayta hisoblangani yoki aksincha, hujjat topshirsangiz ham rad javobi kelgani bo'yicha tajriba bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Qaysi viloyat, qaysi tuman, qanday muammo bo'lganini aytsangiz, boshqa pensionerlarga ham foydasi tegadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensiya olayotgan tanishlaringizga yuboring. Keyingi videolarda men pensiyani qayta hisoblatishda eng ko'p uchraydigan rad javoblari va ularni qanday hal qilish bo'yicha yana ham aniqroq ko'rsatmalar beraman.